Islom, mana shu yerdaman. Sen anchadan beri Nyu-Yorkda jang qilishni orzu qilarding. Bu maqsadingga erishganidan qanchalik xursandsan? Menimcha bu mani jangdan oldingi eng yaxshi haftam bo'ldi. Vazn tashlash bilan o'zimni qiynashim kerak emas edi. Men Nyu-Yorkdaman va bu narsa juda ham ajoyib. Sen anchadan beri ikkinchi kamar uchun kurashni xohlayotganingni aytarding. Kamarni bo'shatganingda vazn tashlash qiyin ekanligini aytganding. O'zingni hozir to'laqonli yarim o'rta vazn jangchisi sifatida his qilmoqdamisan? Ha, Jekni jonli ko'rganimda biz bir xil o'lchamda ekanligimizga amin bo'ldim. Men o'zimni bu vazn uchun kichik deb o'ylamayman. Men vazn yig'ish programmasiga juda ham mas'uliyat bilan yondashdim. Jangga men to'laqonli tayyorman. Ammo baribir ham face-off'dan, ya'ni Jek bilan nimani xulosa qilding? Men uni qandaydir oldinga intilganini ko'rdim. Hech qanday alohida aytadigan gapi yo'q, shunchaki uni jonli ko'rdim xolos. Men uni ko'zlarida hech narsani sezmadim. Jamoadoshing Umar sanda jangga A, B, C, D, E va alifbo bo'yicha barcha davom etadigan rejalar borligini aytdi. Agar asosiy reja ish bermasa, qolgan rejalarni qo'llashingga to'g'ri keladi deb o'ylaysanmi? Umid qilamanki yo'q. Umid qilamanki yo'q. Ammo ani o'zi ish beradi. Lekin agar yo'q bo'lsa, biz juda qattiq mashq qildik. Tushunarliki, qafasda hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin men jangga tayyorman. Ko'zing ostidagi ko'karishga qaraganda, bu juda ham qiyin lager bo'lgan, shundaymi? To'g'risini aytsam, ha. Bu meni faoliyatimdagi eng og'ir mashg'ulot lageri bo'ldi. Men mashg'ulotlarni 3 oy oldin boshlagandim. Ha, qiyin bo'ldi, tan olaman. Jangingizni tahlil qilayotgan ko'plab ekspertlar, agar sen Jekni qayta takedown qila olmasang, stoykada g'alaba qozona olmaysan deyishmoqda. Agar shunday bo'lsa, ularning nohaq ekanligini isbotlashga tayyormisan? BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Quloq soling. Men sizni ishontirib aytamanki, men har qanday sohada jang qilishga tayyorman. Udarkada, xoh kurashda. Men yengil vaznning eng yaxshi udarniklari, Pari, Volk bilan stoykada jang qildim. Ha, u meni takedown bilan himoyalanishi mumkin, lekin men u bilan stoykada jang qilaman va uni yana takedown qilishga harakat qilaman. Chunki oxir-oqibat bu boks emas, kurash emas, bu MMA. Sen Anderson Silvani g'alabali seriyasi rekordini takrorlashing mumkin. Agar g'alaba qozonsang, seni bu sportdagi eng buyuklardan biri deb hisoblashadimi? Bilasan, hozir bu haqda o'ylamayman. Men Anderson Silvani rekordi haqida o'ylay olmayman. Bor e'tiborimni Jek Madalenaga qaratganman va men bu kamarni olishni xohlayman. Islom, men bu yerdaman. Biz ayniqsa Dagistonda seni har tomondan suratga olishayotganini ko'rdik. Senga qaratilgan e'tibor qishloqqa, sen bilan yashaydigan odamlarga qanday ta'sir qiladi? Bilasizmi, men shunchaki odamlarga qanday ishlayotganimizni, chempion bo'lish uchun nima qilayotganimizni ko'rsatmoqchi edim. Umuman olganda shu xolos. Men kameralarga, barcha bu intervyularga o'rganib qoldim. Men ularga o'rganib qoldim va zavq olishni o'rgandim bu narsadan. Yengil vaznda chorshanba kuni menda umuman kuch qolmas edi. Hozir bo'lsa, chorshanba kuni kuchga to'laman. Seni noming bilan ko'chani nomlashdi. Bu narsa rostmi? Ha, Habib o'z qishlog'idagi ko'chani men nom bilan atadi. Bu kichkina ko'cha, lekin men unga javob qaytaraman. Men o'z qishlog'imdagi katta ko'chani uni nomi bilan atayman. Demak, bu Habib g'oyasimi? Ha, umuman u ayyor yigit. U meni, Zubayrani, Shamilni, barcha qolgan jangchilarni o'z qishlog'imizdagi odamlar uchun nimadir qilishga majburlaydi. Ular masalan, agar men ularga yo'l qilib bermasam, ko'cha nomini o'zgartirishlarini aytishadi. Dagistondan birinchi 2 karra chempion bo'lish sen uchun nimani anglatadi? Dagistondanmi? Ha, bu zo'r. Nima ham deyish mumkin.
Men boshqa vaznda kamarni qo'lga kiritgan 10-sportsmen bo'laman. Shubhasiz, bu men uchun katta yutuq, bu katta jang. Islom oldinroq yengil vaznda vazn tashlaganingdan keyin jangga 60-70% tiklanishini aytganding. Endi o'zingni bunday qiynalmasligingga to'g'ri kelganida, bu jangda o'zingni qanday his qilasan deb o'ylaysan? Shuni aytsam, o'zim ham bu haqda bilmayman va qanday bo'lishini sabrsizlik bilan kutmoqdaman. O'zimga ham, qafasda ham o'zimni qanday his qilishim qiziq. Butun faoliyatim davomida men juda ham ko'p vazn tashladim va jangga to'liq tiklanmadim. Endi hammasi boshqacha va men to'g'risini aytsam, o'zim ham qafasga kirib bu qanday bo'lishini bilishni xohlayman. Nima o'zgarganini his qilishni. Agar hakam qo'lingni ko'tarsa, sen yengil vazn chempioni bo'lib, yarim o'rta vaznda chempion bo'lgan birinchi jangchi bo'lasan. Buni Do'sangiz ham, Makgregor ham qila olmagan. Bunday yutuq sen uchun qanday ahamiyatga ega bo'ladi? Aytganimdek, bu men uchun faoliyatimdagi eng jiddiy jang, eng jiddiy chaqir. Plus jang Nyu-Yorkda Madison Square Garden'da bo'ladi. Bu faoliyatimdagi eng qiyin jang bo'ladi, lekin men bunga tayyorman. Intervyulardan birida Jack u eng yaxshi MMA jangchisi ekanligini va pound for pound ro'yxatda birinchi o'rinni sandan tortib olmoqchi ekanligini aytdi. Bu haqda nima deb o'ylaysan? Menimcha bunga hech kim ishonmaydi. U ajoyib boksyor, yaxshi jangchi. Lekin men bilamanki, uni umumiy ko'nikmalar bo'yicha men ancha yaxshiroqman. Nyu-York va Madison Square Garden kabi jang, ya'ni afsonaviy jangchilar joyida jang qilish haqida nima deb o'ylaysan? Menga Nyu-York yoqadi. Men bu yerda juda ham ko'p bo'lganman. So'nggi 3 haftani Nyu-Jersida o'tkazdim. Menga shahar yoqdi. Garchi juda ham shovqinli va tirbandliklar ko'p bo'lsa ham. Lekin arenaga kelsak, 2 karra chempion bo'lish uchun bundan yaxshiroq arena topib bo'lmaydi. Islom, shunday savol. Sen butun bu katta massani o'zing bilan olib yuribsan. Bu seni kardioingga qanday ta'sir qiladi? O'zingni qanday his qilmoqdasan? Men o'zimni ancha yaxshi his qilmoqdaman. Vazn yig'ish juda ham qiyin bo'ldi. Bunga 1 oy vaqt sarflashga to'g'ri keldi. Kachalka, ovqatlanish, lekin umuman olganda o'zimni ancha yaxshi his qilmoqdaman. So'nggi 2 haftadagi sparinglarda ham o'zimni ancha yaxshi his qildim. Chunki men yengil vaznda chiqqanimda bu vaqtda faqat vazn oshmasligi, uni ushlab turish haqida o'ylardim. Hozir bo'lsa bunday muammolar yo'q. Sen ikkinchi kamarni qo'lga kiritish merosing uchun juda muhimligini aytganding. Nima uchun bunday? Bunday odamlar kam bo'lgani uchunmi yoki bu sening shaxsiy xohishingmi? Men ikkinchi kamar haqida ko'p marta gapirganman. Men yengil vaznda o'z ishimni to'liq bajardim va kamarni boshqalardan ko'ra ko'proq himoya qildim. Eng katta janglarda qatnashdim. Endi ko'tarilish vaqti keldi. Menimcha, men bunga loyiqman. Ikkinchi kamar uchun kurashishga loyiqman. Mahorat jihatdan Madalenani qanday baholaysan? Sen jang qilgan barcha raqiblar bilan solishtirganda, ya'ni. Men shunday aytgan bo'lardimki, u kuchli uchlikka kiradi. Chunki u chempion, UFC chempioni bo'lish har doim katta ahamiyatga ega. Islom, bu faoliyatingdagi eng qiyin jang bo'lishi aytilganda, bu Jack shunchalik yaxshi jangchi bo'lgani uchunmi yoki u shunchaki kattaroq bo'lgani uchunmi? Yo'q, gabaritlar tufayli emas. U yaxshi jangchi bo'lgani uchun. Men uni Belal va boshqa jangchilar bilan janglarini ko'rdim. Bu hamma joyda rostdan ham yaxshi. Tushunarliki, stoykada Jeki monster, lekin kurashda ham undan juda yaxshi himoyalandi. Kimdir uni yiqitsa, o'zini tushkunlikka tushgandek his qilmaydi. U ishonch bilan kurashadi. Lekin men shunchaki meni ko'nikmalarim yaxshiroq ekanligini bilaman. Vazn yig'ish juda ham qiyin bo'lganini aytganding. Demak, o'rta vaznda 3-kamar uchun jang qilmaysanmi? Agar men Karmiy bilan bir necha oy yashasam, o'rta vaznga ham chiqishim mumkin. Madalena burchagida Craig Jones kabi jiu-jitsu mutaxassislari bor. Uni murabbiy sifatida qanday baholaysan? U Jackka yordam bera oladi deb o'ylaysanmi? Yaxshi murabbiy. U Volkka juda ham ko'p yordam berdi. Kamaringni tashlab ketganingdan keyin Taporesan bilan jang qilishni xohlaydi. U haqda chempion sifatida nima deb o'ylaysan?
Ha, hozir u kamarni oldi, lekin keyin nima bo'lishini ko'ramiz. U men bilan jang qilishni xohlaydi, lekin bu jangdan keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Hamma bu jangni xohlaydi. Uni qila olamizmi, yo'qmi, ko'ramiz. Jek bu jangda Volk uchun qasos olmoqchi ekanligini aytdi. Bu haqda nima deb o'ylaysan? Volk ham ikkinchi jangida birinchisi uchun qasos olmoqchi edi. Lekin hamma buni nima bilan tugaganini ko'rdi. Bu jangdan keyin Kamaru Usman bilan jang qilishni xohlashingni aytding. Zaxira varianting bormi? Shavkat jarohatlangan. Shon Breyzi bor. Menimcha bu kartdan keyin kim pretendent ekanligi aniq bo'ladi. Men Usmanni aytganim, chunki u bu diviziondagi eng mashhur jangchi. Unda eng ko'p kamar himoyasi bor. Salom Islom, bugun uzoq vaqtdan beri birinchi marta stolda chempionlik kamarsiz press konferensiya bermoqdasan. G'alatimi? Ha, juda ham g'alati. Tuzatish kerakmi? Tuzatish kerak, ha. Shanba kuni bu narsani takrorlaymiz. Sen yaqinda global maqsading Kamaru Usman rekordini yangilash ekanligini aytding. Hozir 34 yoshdasan. Bu 37 yoshgacha jang qilishingni rejalashtirganingni anglatadimi? Bilmayman. Men o'zimni yaxshi his qilmoqdaman. Yaxshi darajada jang qila olaman. Butun faoliyatim davomida men katta zarar ko'rmadim. Shunday ekan, oldinda yana bir necha qiziqarli yillar bor. Agar sen o'zingga qarshi jangga tayyorlanayotgan bo'lsang, ideal kurash qilish uchun kimni jalb qilgan bo'larding? Men Habibni yuborardim. U qiynab tashlashi uchun. Agar 90-yillar va 2000-yillarda jang qilganlardan tanlash kerak bo'lsa, ko'chadagi razborkaga o'zing bilan olib ketadigan 3 kishi kim? Shogun Rua, Tito Ortiz olish mumkin va Wanderlei Silva ham. Ular soykada zarar etqishlari mumkin.